Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bir o'g'il qizni maktabda o'qishi uchun nimalar kerak? Avvalambor suyukli ustoz kerak, yaxshi dastur kerak, ha? O'sha dasturni bolalarga yetkazadigan, ularga mos uslub kerak va albatta sharoitga ega bo'lgan maktab kerak. Bugun sizlar bilan Zamon xususiy maktabidagi sharoitlarni tanishtiramiz. Marhamat, xush kelibsiz. Xo'p, bu Zamon maktabimizdagi rus tili sinfi hisoblanadi. Bu yerda bir maktabda bo'lishi kerak bo'lgan barcha sharoitlar barpo qilingan. Xususan bolalarni yoz va qish oylarida bir xil ularga qulay bo'lgan harorat bo'lishi uchun ham issiqlik, ham sovutish tizimi bu yerda joriy qilingan. Bundan tashqari bolalarga o'sha dars jarayonida kerak bo'ladigan daskadan tashqari televizor, ya'ni internetga ulangan televizor xizmati ham bu yerda joriy qilingan. Mabodo suv ichish istagi tug'ilib qolsa, bolalar chanqasa yoki boshqa bir holatlarda bu yerda suv ichish apparatlari. Undan keyin bolalarni o'sha yoshiga, bo'yiga mos holatda stol, stullar va narsalarni qo'yish uchun shkaflar va yashillikni his qilish uchun gul nimalari va boshqa dars jarayonida kerak bo'ladigan stendlar bilan boyitilgan. Undan tashqari mana o'qituvchi uchun kerakli qulay bo'ladigan ish stoli bu yerda joriy qilingan. Ya'ni bir maktabda bo'lishi kerak bo'lgan dars jarayonini bemalol holatda o'tkazish uchun kerak bo'ladigan barcha sharoitlar Zamon maktabida muyassar qilingan. Zamon xususiy maktabida bolalarni sonidan kelib chiqqan holatda o'g'il bolalar uchun alohida, qiz bolalar uchun alohida sanuzel xonalari tashkil qilingan. Bu yerda barcha o'sha zamonaviy holatda sharoitlar, qo'l yuvish va boshqa hojat xonasi alohida, qo'l yuvish xonalari alohida holatda tashkil qilingan. Har bir maktab o'zini kutubxonasiga ega bo'lishligi bu tabiiy holat hisoblanadi. Zamon xususiy maktabi ham o'zini boy kutubxonasiga ega. Farzandlarimiz darslikda o'qiydigan kitoblaridan tashqari badiiy ertaklar, rivoyatlar va ularga qiziqli bo'ladigan kitoblar jamlanmasidan iborat kutubxonani tashkil qilganmiz. Hamshira xonasi mavjud hisoblanadi. Shu bilan birgalikda bu yerda qo'shimcha ravishda logoped xizmatini tashkil qilganmiz. Chunki hammaga ma'lum, 1-2 sinflarda bolalarda mana shu gaplashishida muammosi bo'ladigan holatlar bo'ladi. Mana shunga yechim sifatida maktabni to'lovi ichida bepul holatda logoped xizmati tashkil qilganmiz. Bu ham farzandlarimiz uchun katta imkoniyat bo'lib ishlamoqda. Ko'plab farzandlarimiz mana shu yerda logoped xizmatidan foydalanib katta o'sha natijalar hosil qilib gaplashdagi kamchilik va nuqsonlar to'g'rilandi. Zamon xususiy maktabida eng asosiy yo'nalish odob axloq yo'nalishi hisoblanadigan bo'lsa, undan keyingi maqsadimiz savodxonlikni yuqori darajada tashkil qilish. Undan keyingi 3-maqsadimiz bolalarga qo'shimcha rus tili va ingliz tilini o'rgatish. Mana shu uchun alohida, mana ingliz tilisi xonasi alohida tashkil qilingan, ya'ni o'zini xonasidan chiqib bu yerga kelib alohida ingliz tili uchun mo'ljallangan xonada dars o'tiladi. Va mana shu joyda zamonaviy elektron daskalardan foydalangan holatda dars o'tishadi. Bu bolalarga ham o'sha ko'rib, ham gapirib, ham eshitib, ham yozib ta'lim olishlari uchun juda ham katta imkoniyatlar beradi. Va mana shu imkoniyatlar natijasida mana bu yil 1-sinf o'quvchilarimiz xalqaro Hippo olimpiadasida ingliz tili bo'yicha o'sha nufuzli 2-o'rin olishga muvaffaq bo'lishdi. Vaholanki hali ular 1-sinf 500 dan ortiq, ya'ni A1 darajasida ingliz tilida bemalol mana shunday natija hosil qilgan o'quvchilarimiz ham bor. Zamon xususiy maktabida dars jarayoni ertalab 8:30 dan kechqurun soat 5 gacha hisoblanadi. Mana shu vaqt oralig'ida o'quvchilarimiz ta'lim tarbiyadan tashqari 3 mahal issiq ovqat bilan ta'minlangan. Mana shu ovqatlanish jarayonida bolalarimiz, ya'ni qorni to'yib, bemalol ta'limini, tarbiyasini olish uchun yetarli sharoit yaratilgan. Bu ovqatlarimizda menyusida bolalarimizni istaklari inobatga olingan holatda
tabiiylik va halollikka katta e'tibor qaratilgan. Ta'lim jarayonida aqliy bilimlar bilan birgalikda badan uchun kerakli bo'ladigan jismoniy mashqlar ham juda ham muhim hisoblanadi. Shuni e'tiborga olgan holatda Zamon xususiy maktabida ham yopiq ham ochiq sport bilan shug'ullanish uchun mashg'ulot xonalari, mashg'ulot joylari tashkil qilingan. Bu yerda bolalarimiz o'sha aqliy ta'limdan tashqari zerikib qolmaslik maqsadida bu yerda jismoniy mashqlar, jismoniy to'garaklar, kurash to'garagi bor, qizlarga badiiy gimnastika to'garagi bor. Mana shu to'garaklar bilan shug'ullanishlari uchun bemalol sharoitlar barpo qilingan. Maktabimizda bolalarni xavfsizligini ta'minlash maqsadida ham kameralar tashkil qilingan, hamda davlat himoyasi ta'minlash, qo'riqlash xizmatida o'sha tashvish tugmasi joriy qilingan. Bu maktabda doimiy 24/7 shaklida xavfsizlik ta'minoti uchun tashkil qilingan tizimimiz hisoblanadi. Ushbu ma'lumotlar Zamon xususiy maktabi sharoitlari haqidagi ma'lumotlar edi. Inshaalloh keyingi videomizda bu yerdagi dastur, bu yerdagi yo'nalish haqida video chiqadi. Albatta kuting. Agar sizga qiziq bo'lsa, quyidagi raqamlarga telefon qiling, batafsil ma'lumot beramiz. Maktabimizda bu yil oldimizdagi o'quv yili uchun 1, 2, 3 sinflarga o'zbek va rus tilida qabullarni ochganmiz. Inshaalloh qabullar davom qilmoqda. Siz ham cheklangan o'rinlarimizni egallab qolishga harakat qiling. Vaqtingiz bo'lsa, albatta keling, biz sizni kutamiz.